Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolboyev va Nargiza Qo'ziboyevna, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizdan yaxshimi? Beza taqib qo'ymadingmi? Uydagilar yaxshimi? Bachalar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zlaringizdan yaxshimi? Xudoga shukr. Men boshqa nomerdan telefon qilgandim, ko'tarmaganingizga bundan xo'jayinimidan telefon qilayotgan edim. Ha, mayli. 11-maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaysiz-a boshlang'ich sinflarga? Ha. 3-sinflarga dars beryapsiz. 3-sinflarga. Rauf va Nozimani xolasi bo'laman. Shunga ozgina bizda muammo bo'lib qolib, Odila va Sug'diyona bilan birga bir urushib qolmadimi oxirgi paytlar? Bilmayman, urushmaychi unda. Qarang, Saida va Nigina mana keyin Zufarjon degan bola bor ekan. Bor. Erkaboy va E'zoza. Bor. Shularga siz uylardan $100 pul olib kelasizlar deb aytgan ekansiz. $100 pul olib kelsanglar, sizlarni men Toshkentga olib borib aylantirib kelaman. Dadanglarga aytmanglar. Dadingiz bilan ayizingiz puli qayta turganini bilsangiz, hech kim bilmasin, pulni menga olib kelib beringlar debsiz-da. Uni kim aytdi sizga yolg'on gap? Bilmadim, mana hozir hammasini spiskalarini yig'dim, mana 10-maktab, Xolboyeva Nargiza Qo'ziboyevna Nishon tumanidan, to'g'rimi? Shunga Rauf va Nozim jiyanimdan so'rasam, hamma bolalarni chiqarib borib bizdan bitta $100 dadangni cho'nchagidan pul o'g'irlab kelasan deb aytdilar, deyapti-da hozir. Uyga olib keling, bizanki olib keling hammasini. Men hammasini olib kela olmayman. Mana Sug'diyonani ayasi keldi, Niginani xolasi keldi, Zufarjonni tog'alari keldi. Hammasi aytayapti, shu gapni aytgan deyapti. Men hayron qolayotganim, endi bachalarga bunaqa narsani o'rgatish yaxshi emas-da, Nargiza opa. Siz kimsiz o'zi? Nozimani xolasiman, Rauf buvani. Qaysi xolasiz? Toshkentdan kelganmiz biz mehmonga, Yangi yilga. Yolg'on aytma, Rauf va Nozimani xolasi Nodira To'qimsofda yashaydi-ku. Bilaman, ular u yoqda yashaydi. Biz Toshkentda yashaymiz. Biz tutingan xolasiman-da. Tavakal, yolg'on gapirib, men kayfiyatimni buzmang. Nimaga qarang, Sug'diyona bilan Nigina urushib qolganda, ikkalasini ajratishni o'rniga eshikni quplab qo'yib, bir-biringni degan ekansizda. Kimsiz siz? Tavakal ma'lumotlar gapirib, meni asabimni buzayotgan. Meni tanidingizmi, tanimadingizmi? Sizni qanday taniyman? Meni ko'rgansiz-ku, maktabda 1-2 marta meni ko'rgansiz. Birga gaplashib o'tirdik, Nargiza opa. Beko'chada sizni ko'rganim yo'q, bunday ovoz tanimayman ham. Men Nasrning qizlariman. Kimdi? Nasrning qizlari, mahalladagi. Kimdi qizi? Nasrning. Kimdi? Uni tanimayman. Voy tavba qil, hozir aytsam, voy sizmi deb qolasiz-da, Nargiza opa. Nimaga ayting qan? Bir marta shu 25-mayda siz oldingizga shart so'rab kirganman. Opajon, shart yetmay qoldi sinfda bezatishga deganimda, menga hamma teshilgan shartlarni berib, ustimdan rosa kuluvdingiz, esingizda bo'lsa, rosa hamma hayron qoluvdi. Tavakkal gapirmang, kimningiz ayting-da. Meni taniysiz, meni ismim Napantaliyeva Nafisa. Nafisa? Napantaliyeva. Opajonim, ashi qarang, mana Odila va Sug'diyona, Saida va Nigina, keyin hamma Zufarjonlarning nomidan bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklasak maylimi? Rahmat. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin, bolalarni baxtiga sog' bo'ling. Rahmat. Shunchalik. Siz bunday tabrikladan xafa bo'lib qoldim men. Yo'q, sizni xo'jayiningiz bilan farzandlaringiz nomidan bo'ldi. Bu Instagramdagi haligi Sherzod degan bola bor, bilasizmi? Qiz bolalarning ovozini qiladigan. O'sha bolaman. Assalomu alaykum opajonim. Assalom, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Rahmat, sog'ligingiz yaxshimi? Farzandlaringiz xo'jayiningiz nomidan bo'ldi, bir hazillashib, kayfiyatlarini ko'tarib tushirib, bir tug'ilgan kun bilan tabriklab qo'ying deyshuvdi. Kim aytdi?
farzandlaringiz bilan xo'jayiningiz aytdilarda. Shunday tabriklanglar dedim. Shunaqa deyishdi. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling, farzandlarga, bolalarga ta'lim tarbiya berishdan charchamang. Rahmat. Kelingizlardan ko'ra bayram qilamiz. Bo'ldi, xudo xohlasa shunday bolalarga aytganingiz $100 olgan pulingiz menga ham 50 berarsiz, bo'lishib olamiz. $100 o'tirish qilyaptimi mana? Voy, joningiz sog' bo'lsin. Farzandlarning bag'rida sog' bo'ling. Rahmat. Kelingizlardan ko'ra bayramga. Xo'p, rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Qarang, o'quvchilarim qayerda nomerini, ana familiyalarini. Familiyani hamma dalillarni olganman, hammasini olganman. Xo'jayiningiz bilan o'g'lingiz aytgan ularni bir tabriklab qo'ying deb. Qaysi o'g'lim aytgan? O'g'lingiz bormi? Nechta o'g'lingiz bo'lsa ham hammasida farzandingiz bilan xo'jayiningiz nomidan. Video boradi, videoga olyapman hozir. Boradi, maza qilib ko'rasizlar. Xo'jayinim kim meni? Xo'jayini sizni bolalaringizni dadasi-da. Yo'q, o familiyasi nima? Ayting qan? Familiyasi Sumbagariyev Javlon. Topdin. Joningiz sog' bo'lsin, kayfiyatingiz ko'tarib yursin har doim opajon. Rahmat, mayli. Xo'p, charchamangizlar. Mayli, kelingizlar, mayli. Xo'p.